qand o'rnini bosuvchi mahsulotlar zararli emasmi deyishibdi. Bundan oldin biz avvalambor qand o'rnini bosuvchi mahsulotlar nechaga bo'linishini bilib olishimiz kerak. Bir xil ichadi u sahr zaminитель bo'lsa bo'ldi. Nima bo'lsa ham aspartam bo'lsa ham sahr zaminитель deyishadi, boshqa bo'lsa ham sahr zaminитель. To'g'ri, sahr zaminитель, lekin u ham ikkita sinfga bo'linadi. Zararlisi, foydalisi bor-da. Sahr zaminitelь foydalisi stevia, eritritol, ksilitol deganlari aynan bu sahr zaminitelь foydaliroq variant hisoblanadi. Bu insulinni, qondagi qandni o'ynatib yubormaydigan eng zo'r varianti. Lekin hozirgi kunda bizda yogurt, shakarsiz zvachka, shakarsiz orbit, shakarsiz kola deb sotishadi-yu, aynan bularning tarkibida zararli sahr zaminitelь solinadi. Masalan, u aspartam, asesulfam, sukraloza degan turlari bor-da, aynan mana shu zararlisidan foydalanishadi. Shuning uchun ham biz bilib olishimiz kerak, sahr zaminitelь bor degani bu yaxshi degani emas. Qanaqasidan bor? Foydalisimi yoki